syomka bo'lyapti. Trak bilan ko'pdan beri mana bunaqa chiroyli bir manzaralardan, bir downtownlardan o'tmagan edim. Trak bilan kirish bir qiziqda. Downtownning ichi yo'llar mayda-maydacha, lekin trak o'tsa bo'ladi. Bunaqa sanchalar qo'ygan belgilar, shu trak bu tarafga kirma, bu tarafdan o'tma deb. Endi professionalli driver bo'lsangiz-da, bu siz uchun hech narsa emas. Bizga o'xshagan oddiy shofyor bo'lsangiz qiyin-da. Hali ham bizga kattaroq joylarda New York taraflarga kirib qolsangiz, vaqti qotib qoladi-da. Mana bu joyga kirish uchun qaranglar, qanaqa katta qurib olamiz. Go. Bitta shoxdan burib olishim uchun bunga qaranglar akalar. Voy, bismillahirrohmanirrohim. Bitta shu joydan burib olish uchun shunaqa katta razvorat qilyapmiz. Lekin downtownga kirishingiz minusi ana shuda. Bu tarafda mashinalar, bu tarafda mashinalar yo'llamaydi. Hamma ham kirib bu taraflarda hayda olmaydi, lekin akalar tugadi. Downtowndan chiqarib yubordi mana o'sha.